Yuzingizni doğruga bogata qilib ko'rsatadigan, o'sha trenddan hech tushmayotgan va gollivudskiy zvezdalar sevadigan Zagorelый meykapni qilamiz. Lisi effekt bilan. Обязательно консилер qilamiz. Manda tarta, плотный консилер. Menga olgan Diorovskiy paletkam. Vau! Va buni ichiga как раз zagarniy ranglar bor mana. Hozir shularni ishlatamiz. Bu tenni birinchi marta ishlashim, как раз sinab ko'ramiz. Puliga arziydimi, yo'qmi? $210 ga oldim kecha buni. Birinchi bo'lib, mana shu Zagorelый rangni ishlataman. Как раз bu tenglar matoviy emas ekan, лёгкий ekan, сиянием ozgina, ham takoy bilinmaydigan blesklar harakatda ishlatamiz. Vau! Сразу aytaman. Yaxshi ekan, seni olinglar. Shu istoyroq kistichkani olamiz-yu, rastushofka qilamiz. Bitta kimdir bizga bir mush berganday bo'lmasligi uchun. Oldim. Bu если что, qo'shni kistichkasi. И ozgina tepaga qarab, я же хочу лиси эффект, tulkina effekti хочу. Из-за этого ko'zimni ochgan holda ozgina tepaga qarab liniya qilaman mana. Bo'ldi, если что, mana bu yerga помогите пальчиком. Tonga qilamiz qizlar. Unaqa qiyin strelka emas. O'zi ko'zingizni ochsangiz уже bilinadi mana bu. Tepasini ozgina rastushovat qilamiz. Aylanma harakat bilan. Песочный rangi ekan. Mana shu rangni olaman. Hozir juda ham bu makiyajimizga mos keladi, lekin ko'p qilmaymiz. Ozgina. Oppa. Tush. Panorama tush. Yuzimizni увлажнить qilib olamiz. Menda Dalba spray. Bu bo'lgan Bobbi Brown. Mana yuzimga, quruq yuzlarga juda ham. Alhamdulillah. Oldin qizlar o'zini oqartirsa, endi qoraytiradi. Zamon talabi. Tak что men bugun ikkita tonal aralashtiraman. Bu Maybelline bilan Lumen Blur. Buni nomeri 115, buni nomeri 00. Opogina makiyaj qilsam, men ko'proq yaxshi ko'raman. Lekin bunda yuzingiz более богато ko'rinadi. Так что iloj yo'q. Shikni konsilerni oldim, ko'zim tagiga konsiler qilaman. Tak, endi yanada takoy zagarniy effekt berish uchun Charlotte Tilbury'ni konturinga tepaga qarab qilamiz mana. Tak, mana burunchamga ozgina kontur qilamiz, как будто rinoplastika qilganday. Alisa, поставь музыку громкость на 10 demoqchiman, lekin Alisa yo'q. Так что живой muzika eshitasizlar. Yarashibdi yuzdagi holing. Mana. Hozir Michael Jacksonning burniday bo'lmasa bo'ldi bu burnim. Mana bunaqa rang bor. Bu lab uchun. Lekin men buni как rumyana ishlatmoqchiman. Так что mokriy effekt berar ekan bu. Mana bu yerga ishlatamiz o'zi. Вообще zo'r effekt berdi-ku bu menga. Pudra ham bor. Mana. Всё, pudra qilamiz. Bunasi gollivudskiy zvezdalarning rumyanasiga o'xshar ekan, и плюс он блестит такой. Вау! Qizlar, ko'ryapsizlarmi? Это что за любовь? Oh my god! Har kun rumyanamni topdim. Buni doim makiyajni oxirida tarayman. Taradan ozgina chiqamiz. 22 bilan to'ldiramiz. Mana. Qizlar, bugungi makiyajim tugadi. Men o'ylaymanki, sizlarga yoqdi. Menga вообще yoqdi bu. Особенно plyaj, dam olishga, yoki dugonalaringiz bilan biron joyga yig'ilishga, mana shu makiyajni qilib ketsangizlar agar, точно bir dona bo'lib o'tirasizlar.